ko'zi ko'r bir ilon yotar. Hikoya qilinishicha, kunlardan bir kun Ibrohim ibn Ahmad ovqat yeb o'tirganida uning oldiga bir mushuk keladi va Ibrohim ibn Ahmad o'zining ovqatidan bir burda go'shtni olib mushukka beradi. Mushuk bo'lsa bu ovqatni yemasdan olib chiqib ketadi. Ibrohim ibn Ahmad uning ortidan tushadi va go'shtni nima qilishini ko'rmoqchi bo'ladi. Shunda u mushuk go'shtni olib borib bir o'raga tashlaydi. O'rada bo'lsa ko'zi ko'r bir ilon yotardi. Buni ko'rgan Ibrohim ibn Ahmad shunda: "Ey dushmanlarni ham bir-biriga bo'ysundirib qo'ygan zot, sen ayb va gunohlardan pokdirsan" deb aytadi. Qissadan xussa shuki, kimki o'z rizqini kutsa va uni kelishiga astoydil ishonsa, rizq uni hech qachon unutmagan va bundan keyin ham unutmaydi. Har bir insonning hayotida baxtli kunlari bo'ladi va rizqi unga kelishi aniq va buni kutish yoki bo'lmasam mehnat qilish kifoyadir.